Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 2 kundan so'ng sekin ochasizlar mana. Mana ketyapti. 3 minut nazorat qilib turasizlar. Agar g'ajishni boshlasa, yana qaytadan bir kunga qafasga solib qo'yadi. O'zi tuxum qo'yyapti. Ko'ryapgan bo'lsa. Qanday qotib qo'ydi ekan, nima ekan. Mana. Hozircha indashmayapti, oqatyapti ekan. Oqatyapti ekan. Uch minut uzoq, 5 minut. Yana romkani uyani ichiga tiqmasdan bir nazorat qilib turasizlar. Hozir bittasi qabul qildi. Uni shortsga olib qo'ydim. 10 minut tomosha qilib o'tirdim. Qarshilik qilishmadi. Yashag'ini yopib qo'ydim. Hozir bu qonni ochib qolib shekilli chamonda. Ko'ryapti degan bittaman. Mana. Shu tochkaga qarab turinglar. Hozir yalab bir qator tekshirishyapti. Qonni ochib qolib shekilli chamonda. Yo'q, qo'qib indamay turibdi. Onasiz qolgan oilalar, uzoq yetim bo'lib qolgan oilalar jahldor bo'lib ketadi. Sekin qimirlasanglar ham chaqadi. Shunga hozir ehtiyot chatini olib qalpog'ini kiyib oldim. Mana uni qo'yayotganimdagi videoni ko'rgan bo'lsanglar, rosa jahldorlik qilyapti. Har qalay hozir sal yuvoshib qoldi. Ehtiyot chat yuzini chaqib olmasin deb qalpoq kiyib oldim. Hozircha nimagadir urib oldi. Ona siljimayapti. Qo'yaptimi bilmayman. Bittasi tanishib olsinchi olib haydab olamiz. Hozircha indashmayapti. Endi yursa bilmadim, uğraş olsa. Şu hujjana qilib urib olaversa ham arini qanotlarini ablotkaga chiqmagan onani qanotlarini nima qilishib yuboradi, yirtib yomon qilishib yuboradi. Ya'ni u aniq bir bo'ladi. Ablotkaga chiqa olmaydi, ucha olmaydi. Endi bu o'zi urlangan ona, uni qanotini yeb qo'ysa ham tek ko'p qo'ysanglar urib qo'yishni boshlaydi. Hozircha ona pisib turibdi. Bularni kutaylikchi bo'lsam sekin haydaymiz orqasidan. Turtovga oilani kecha video qilganman, bugun joylasak kerak. Uni qo'shib yubordim bitta kuchsiz oilaga. Bir-biriga qo'shilib ketdi. Hiç bunaqasini ko'rmaganman. Bitta joyda muzlab turibdi.
ovqat yeyapti. Chilachi. Qo'lni ochayotgan kallasini tiqyapti. Shu tek ko'p qo'ysanglar bir ikkita joyga shunda urib qo'ysa indamay qo'yishadi. Shu urib qo'ygani ham hozir xalaqit berishyapti, atrofini o'rab qo'rqityapti. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Qo'lni och ekan bu. Mana ko'rinyapti. Hozircha bunaqa g'ajib olishmayapti. 90% qabul qildi hozir. Shu bir ikkita joyga urib qo'yib bersanglar, ishi bo'lmay qo'yadi. Bir kunga emas, hozir 2 sutkaga qo'ydik. Kecha juma edi. Yana bir kunga tursin deb Xudo olsa qabul qildi. Ikkala urug'langan onamiz qabul qildi. Yana bir yarim soatdan keyin hozir yashig'ini yopamiz. Yarim soatdan keyin ko'tarib ko'ramiz. Kommentariyasiga yozishyapti. Turtovga olib bo'lgan oila onani o'ldirib qo'ymaydimi deb. Mana birinchi romga karmovodelar yuribdi mana ona. Hamma yoq sog' salomat. Zoti karnika tuxum qo'yib yuribdi. O'ldirmagan. Men sizlarga tavsiyam ehtiyot shart. Qo'shayotganda oilani bir kunga, hali oldingi videolarimda ko'rsatganman, qafaschaga solib qo'ysanglar, hali asali ham bo'lsin, tuxum qo'ygani ham joy bo'lsa, bir kunga ehtiyot shart qo'yib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Mana yuribdi. Hech narsa bo'lmagan. Mayli, salomat bo'linglar. Hammanglar Allohga omonatlar. Duo qilib turinglar bizga ham haqqimizga.